Dada. Sizga bir yangiligim bor. Xullas men bir qizni yoqtirib qoldim va unga uylanmoqchiman. Yaxshi-ku. Kim ekan o'sha qiz? Haligi qo'shnimiz bor-ku, Najida opa, o'shaning qizi, Nargiza. O'shani yoqtirib qoldim. Senga bir gapni aytishim kerak. Faqat iltimos buni oying bilmasin. Najida opaning qizi Nargiza bu seni singling bo'ladi. Nima? Dada, sizga yana bir yangiligim bor. Men endi boshqa qizni yaxshi ko'rib qoldim. Qo'shni mahalladagi bor-ku, Suroy opaning qizi. Ismi Aziza. Meni kechir. Aziza ham sen opang bo'ladi. Nima? Ona, menga bitta qizlar yoqqan edi. Lekin men ular bilan uchrasha olmas ekanman. Chunki ularning otasi bu meni dadam ekan. Bilasanmi o'g'lim, xohlaganing bilan ko'rishib uylanurgin. Sani otang boshqa.